Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli parranda ishqibozlari. Bu videomizda Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan qilyapmiz. Bu videoni qilishimizdan maqsad mana shu tovuqlarimiz sotilyapti. Shu tovuqlarni sotmoqchimiz. Tovuqlarimizni soni bu yerda 500 ta. Tovuqlarimiz tuxumga kirganiga sentyabrda 11da nishoni bergan. Oktyabrdan tuxumga kirib, tuxum terilgan o'sha. 5 oymi 6 oy tuxum tug'di tovuqlarimiz. Tovuqlarimiz nihoyatda sog'lom. Yeyish ichishlari a'lo. Ko'z tegmasin. Hamma vaksinalar qilingan. Kimda kim agar parrandaga qiziqsa, parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, tayyor biznes. Mana tuxumlar 100% tuxumda o'tiribdi. Har bitta kletkada 4 dan tuxum bor. 5 ta tovuqdan kuniga 16 ta fleyka to'lla 480 ta. Bundan tashqari yana 10 ta, 12 ta shunday. 500 tadan da 500 ta ham oldik. 100% tuxumda deb ayta olaman. Agar kimda kim qiziqsa, kimda kim tovuq qilmoqchi bo'lsa, +99 850 577 0051 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Agar bitta joyda kimdir sotib olaman desa, mana tayyor biznes. Gaplashaveramiz. Tovuqlar sog'lom. Tovuqlar endi tovuq bo'ldi, zakonni bo'lib, tuxumlari уже 1 kg 950, 1 kg 900 bo'lgan payt edi. Faqat bir ma'lum bir sabablarga ko'ra biz sotishga majbur bo'ldik. Shu musofirga chiqib ketyapmiz. Tovuqlarimizni o'shanga sotyapmiz. O'zimiz uchun qilgandik. Qilsa bo'ladigan biznes ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa agar, yana bir bor qaytaraman. 50lik 577 0051. Ismim Azamat. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan. Aloqaga chiqinglar. Ushbu tovuqlarimiz sotiladi. Tovuqlar sog'lom. Kelib tuxumini 1-2 kun oldin kelib tuxumini ko'rishlaring ham mumkin, sanab olishlaring ham mumkin. Qanday tug'ib, qanday nechta tug'ayotganligicha kelib ko'rishlaringiz mumkin.